Yangi mavsum boshlanyapti do'stlar, shu sababli Yevropaning top 5 chempionatlari, Chempionlar Ligasi hamda Yevropa Ligasi chempionlarini taxmin qilishga harakat qilib ko'raman. Bilaman, jahon chempionatida taxminlarim o'xshamadi, ammo shunda ham, lekin 4 ta yarim finalchi nomini to'g'ri topgandim. Endi esa mana shu o'xshamagan taxminlarimdan so'ng o'zimning obro'yimni tiklamoqchiman, aynan bu mavsumga taxminlarimni bildirib. Demak, Fransiya Liga 1da so'zsiz Paris Saint-Germain, Bundesligada esa Vincent Kompany boshqarayotgan Bavariya, Angliyadan esa Liverpoolni tanlayman. Chunki o'zim Liverpool muxlisiman va jamoaga yangi kelgan Andoni Iraolaning yuqori pressinga boy, qanotlardan qanday yaxshi foydalanishini bilaman va bu murabbiyning ba'zi ishlari menga Yurgen Kloppni eslatadi. Manchester City Guardiolasiz va Rodrisiz qolmoqda. Nimadir menga ichimdan Chelsea chempionlik uchun kurashishini va Joao Pedro to'prar bo'lishini aytyapti, ammo Bruno Gimarayshning Arsenalga kelishi ham menga Arsenalning ketma-ket 2 karra chempionligini qo'lga kiritadi deyishimga sabab bo'la olmayapti. Ispaniyada esa kurash har qachongidanda kuchli bo'lishi aniq, sababi Real Madrid tarkibini juda ham kuchaytirib oldi. Agar ularni tizimga moslashtira olsa, chempion bo'lish uchun asosiy da'vogarlardan biri Real Madrid, ammo 38 ta turni hisobga oladigan bo'lsak, undagi barqarorlikni o'ylaydigan bo'lsak, menimcha Barselona La Ligani qo'lga kiritsa kerak. Hansi Dieter Flick qo'l ostidagi jamoaning o'ziga xos o'yini shakllanib bo'lgan. Ayniqsa Rodri ham keladigan bo'lsa, Barselona Ispaniya chempioni bo'lishi aniq. Italiyada men yoqtiradigan klub Napoli bo'lsa ham, lekin men bu mavsum chempion bo'ladi deb Interni aytgan bo'lardim. Yevropa Ligasida esa mening tanlovim Benfica. Ular Portugaliya chempioni bo'la olmasa ham Yevroda sovrin yutishlari mumkin. Pavlidis esa turnirning eng yaxshi to'prari bo'ladi deb o'ylayman. Endi Chempionlar Ligasi, PSG 3-marta ketma-ket chempion bo'lishi mumkin. Bavariya Kompany bilan sovrinni qo'lga kiritishi mumkin. Real Madrid va hatto Arsenalning ham imkoniyatlari bor. Lekin men bu safar Barselonani tanlagim kelyapti, chunki jamoa bu sovrinni qo'lga kiritmaganiga deyarli 12 yil bo'lyapti. Ayniqsa Rodri va Julian Alvarez kabi futbolchilar jamoaga keladigan bo'lsa, Hansi Flick shogirdlari Chempionlar Ligasini ham qo'lga kiritishi kerak. Endi vaqti keldi deb o'ylayman. Siz ham izohlarga o'z variantlaringizni yozib qoldiring. Mavsum yakunlangandan so'ng esa birgalikda izohlarni qaytadan ko'rib chiqamiz. Ha, aytgancha, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.